hayotlik qandaq qilib eng dastlabki oddiy hujayradan bugungi yer sharidagi har xil holatga aylandi? Javob bir qancha oshqushliq ilmiy prinsiplarga yoshirilgan. Tabiiy tanlash. Hayotlikni tanlash mexanizmi. Tabiat xuddi bir qattiq tanlag'uchiga o'xshaydi. U qaysi jonliqlarning hayot qoladiganligini, qaysining shalanib ketadiganligini belgilaydi. Bu jarayon o'zgarish, irsiyat, tanlash besimi qatorliq 3 asosiy prinsipga amal qiladi. Birinchidan, har bir jonliqning avlodlari butunlay o'xshash emas. Har bir yakka odamda o'zgarish bo'ladi. Masalan, bir o'ydagi qushlarning ba'zilarining qanoti texmi uzun, ba'zilarining rangi texmi qaynoq bo'ladi. Bu kichik farqlar ularning yashash iqtidoriga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ikkinchidan, ba'zi alohidliklarni keyingi avlodlarga varislik qilishga bo'ladi. Agar bir qushning qanoti uchishga texmi mos kelsa, u texmi oson yemaklik tepib hayot qoladi. Hamda bu afzallikni keyingi avlodlarga yetkazadi. Eng oxirida besimni tanlash. Agar muhitda o'zgarish yuz bersa, masalan, yemaklik ozlab kelsa, faqat oziqlik izlashga eng moyil qushlarla yashay oladi. Qolganlari shalinib ketishi mumkin. Shunday qilib, avlodma-avlod tanlash orqali jonliqlar borgan sari muhitga moslashadi. Mana bu nima uchun zirapining bo'yni uzraydi? Shimoliy qutb ayiqining terisi qilinlaydi. Tabiiy tanlash yer sharidagi har xil shakldagi hayotlikni shakllantiradi.